O'rta soat 1da meni uydan olib chiqib ketib, qayoqqa olib kelding? Nega nuqul kechqurun yurasan? Ko'rshapalak bola. Yorug'da, issiqda nima kerak bor? Odam ko'p bo'ladi. O'zi haqiqiy hayot kechqurun boshlanadi. Uchun kofeni. Nega men Sibirga olib kelding? Ahmoq, hozir bu yoqqa shahar oldi bolalari kelib yig'ilishadi. Million sudan urib tashadi. Biz kofe ichib turamiz. Ha, kofe pontgami? Jigar qilingsan, tursalanchalar. O, brata, keling. Men uzunman, treziyman. Ozgina nastroy uchun uchatga oringlar bolalar. Bo'ldi, keldi mana. Yaxshi boladan kirib, kasal bo'lmay. Voy jala. Voy, ishki baba qilib ketdimi? Men yoqtirgan medoyini pishirdingmi, Shabbona? Ha, mana pishirib qo'ydim. Bugun vaqtli kelibsin, valaka. Majiga. Uni sevgilisi ham lunatik. Ko'rshapalaklar. Labini botoks qildirdingmi, Shabbona? Qoshlarim rastushovka burunlarimni ham qildirdim. Karochi, senga bort. Men tabiiy qizlar bilan sevishaman. Voy, buni hammasi sizga yoqish uchun-ku. Yoqmadi menga. Damini ol, yur og'ayni. O'rta soat 3 bo'ldi, kech bo'lib ketdi. Uyga boringlar. Shoshmay, eng maza qilgan joyga keldik. Hozir birga kayf qilamiz. Kimlar bilan kayf qilamiz? O'z bilan, yorlar bilan. Alo, Alo, ishlayapsizlarmi? ha, ishlayapman. Ha, biz dam olyapmiz. Все будет хорошо, я это знаю.